Rossiya Davlat Dumasi prezident Vladimir Putinga xorijda bosimga uchrayotgan rossiyaliklarni himoya qilish uchun qo'shin yuborish vakolatini beruvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Hujjatni 413 deputat qo'llab-quvvatladi. Qarshi ovozlar bo'lmadi. Yangi o'zgartirishlarga ko'ra prezident Rossiya ishtirok etmaydigan sudlar qarorlari asosida ta'qib qilinayotgan fuqarolarni himoya qilish uchun qurolli kuchlardan mamlakat tashqarisida foydalanishi mumkin. Qonun loyihasi Mudofaa vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. U faqat Rossiya tan olmaydigan xalqaro sudlarga nisbatan qo'llanadi. Masalan, deputat Andrey Kartopolov esa uni rusofobiyaga qarshi choralar deb atadi. Kunuzning geosiyosat dasturida siyosatshunos Jahongir Akramov mavzuni quyidagicha sharhladi. Meni ichki qonunlarim bo'yicha kerak bo'lsa, sani davlatingni kerak bo'lsa, tashkilotingni yoki qaysidir shaxsan jazolashi mumkin degan juda xavfli pretsedentni yuzaga keltirishi mumkin. Endi bu holat birinchi navbatda unutmaslik kerakki, Westfal modelini ham mohiyatan rad etadi. Chunki Westfal modelida har bitta davlatning ichki ishlariga boshqa davlatning ichki aralashmasligi majburiyati bor edi. Ya'ni suverenitet muqaddas g'oya edi. Hozir o'sha Westfal modelini asosiy g'oyalarini rad etish tomon qarab ketayotganga o'xshaydi. Bu kabi endi o'zgarishlar nimani anglatadi? Rossiya bilan chegaradosh davlatlarning Rossiyadan yanada uzoqlashishiga, har tomonlama xavfsizlik kafolatlarini boshqa mintaqa, boshqa davlatlardan izlashiga va o'ziga qo'shni bo'lgan Rossiyadan boshqa mamlakatlarning umumiy harbiy yakdillik deymizmi, umuman xavfsizlik arxitekturasini shakllantirishga bo'lgan harakatni kuchaytirishi mumkin. Jumladan Markaziy Osiyoda masalan. Chunki bu holatlar masalan bu fikrlar kerak bo'lsa Qozog'istonga ham tegishli holat bo'lib qolishi mumkin. Qozog'iston xavfsizligi bo'lsa, bu Markaziy Osiyo xavfsizligini anglatadi baribir. Boshqa hududlarda ham kerak bo'lsa, ya'ni bu Boltiq bo'yiga ham ishlatilishi mumkin. Sanjar aytib o'tganlar. Chunki Boltiq bo'yidagi ma'lum foizdagi rus tilida gapiruvchi etnik ruslarni tashkil etuvchi aholilar, masalan, Estoniya, Latviya, Litvada aholining bir qancha qismini tashkil etadi. Ularni manfaatlarini himoya qilish g'oyasi ostida ushbu hududlarga kirish imkoniyatini huquqiy jihatdan shakllantirmoqchi-da bu holat. Bu mohiyatan ertaga NATO bilan qarama-qarshilikni maydonga chiqishini kuchaytirishi mumkin. Keyin yana bir masala bo'ldi. Urush qidirishdek-da. Ha, bu yerda bahona qidirishda, ya'ni mana masalan huquqiy jihatdan mana bizning qonunchiligimizga to'g'ri qaraganda sizga nisbatan bemalol urush boshlash huquqiga egamiz degan masala bo'ladi-da.